Kanalimiz rivoji uchun like va obuna bo'lishni unutmang. Yevropaning 8 davlati Grenlandiya bo'yicha bayonot bilan chiqdi. Yevropa davlatlarining fikricha, boj tahdidlari transatlantik munosabatlarga rahna soladi va quyiga yetaklovchi xavfli spiralni vujudga keltiradi. Buyuk Britaniya, Germaniya, Daniya, Finlandiya, Fransiya, Niderlandiya, Norvegiya va Shvetsiya Arktikada xavfsizlikni mustahkamlash bo'yicha qo'shma bayonot e'lon qildi. Biz Daniya qirolligi va Grenlandiya xalqi bilan birdamligimizni bildiramiz. O'tgan haftada boshlangan jarayondan kelib chiqib, suverenitet va hududiy yaxtidlik tamoyullariga asoslangan muloqotga tayyormiz, deyiladi bayonotda. Yevropa davlatlarining fikricha, boj tahdidlari transatlantik munosabatlarga rahna soladi va quyiga yetaklovchi xavfli spiralni vujudga keltiradi. Avvalroq Trump AQSh Grenlandiyani qo'shib olish bo'yicha muzokaralarga tayyorligini bildirgandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Daniya yoki bu mamlakatlarning har qaysisi bilan darhol muzokaralarga kirishishga tayyordi, deb yozdi Trump Buyuk Britaniya, Germaniya, Finlandiya, Fransiya, Niderlandiya, Norvegiya va Shvetsiyani nazarda tutib. U kuni kecha AQSh bu davlatlarga nisbatan 10% boj kiritishini e'lon qilgandi. Trumpning bayonotlariga javoban 8 mamlakat Grenlandiyaga o'z harbiylarini yubordi, ammo Germaniya harbiylari Grenlandiyani tark etgani aytilmoqda.